Assalomu alaykum. Aziz quyon ishqibozlari. Biz mana shu yerga ana shu katagimizga quyonimizni saqlagandik. Rivoj bo'lmadi. Quyonlar har doim qozayotgandi, qandaydir semirib qoldi. Bugun esa mana bu yerga saqlaydigan bo'ldik. Hozirgina qozdim. Baho beringlar mana. Bu mana 4 ta ballar uchun, quyonlar uchun. Quyonlardan ham hozir ko'rsataman. Mana buni ham qozyapman yana. Onalari uchun. Ona bilan ikki quyon uchun hayla ona quyonimiz. Nasib bo'lsa tug'adi. Hozir ikki quyonni ham ko'rsataman. Hayla quyonlarimiz yuribdi. Tovuq, quyon hammasi bor do'stlar. Hozir ikki quyonni sizlarga ko'rsataman. Hozir mana hayla erkak quyonimiz. Mana kay. Shu bilan bu ko'rsatganimga qilishimiz kerak. Mana bu 4-chisi, ana bu 4-chisi, ana bu quyonimiz 4-chisi. Qolgan 3 ta quyon ichkarida. Ayam tovuqlarga ham qiziqadilar. Hozir mana sizlarga ko'rsataman. Ertaga aytaman, mana quyonlarimizni qo'yganmiz. Mana shunday shipir. Mana quyonlarimiz. Mana quyonlarimiz o'ziga mana o'tiribdi. Nasib ertaga Xudo xolisa ularni kechasi sovuq qotgani uchun o'zi bular 6 ta edi. Ikkitasi o'ldi bolalar. Aziz do'stlarimiz, ikkitasi o'ldi quyonimizni, bilmadim ko'z tegdimi? Bilmadik, ikkitasi o'ldi. Shuning uchun yerga qilmoqchiman. Ko'pchilik menga aytdi, bo'lam hamma kishi aytdi, yerga qing dedi. Men yerga qilmoqchimiz. Mana shakar quyonlarimiz. Inshaalloh bu quyonimiz ham tug'adi. Ismi Misha. Quyonimizda. Maki, bak. Mana biz quyonimiz. Mana biz quyonimiz. Nasib bo'lsa bolalari ham bor, tug'adi. Qamoqda juni ham ko'p mana. Aziz do'stlar, mana junidan yuladi. Junidan ertib bersangiz ham bo'ladi. Mana ona quyonimiz qozish ishlarida davom etdi. Nasib Xudo xolasa ko'rsataman ertaga. O'zgarishini ko'rsataman bolalar, do'stlar, aziz obunachilar. Ko'rsataman ertaga. O'ladimikan yana bittasi yo o'lmaydimikan? Ko'rsataman. Bugun mana bu bilan bunisini qozib ishlarini tugatdik. Endi bunisini qozishimiz kerak. Like, obuna bos, esdan chiqmasin do'stlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like, obuna, podpiska bo'lib qo'yamiz, iltimos. Shu yil noyabrda oxirgacha 400 ta bo'lishimiz kerak, do'stlar. 1K bo'lganimizdan keyin jonli efir qilamiz, do'stlar. 1K. Rahmat hammaga. Videoyimni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Like, obuna bo'lib qo'yamiz.